Sizga tavsiya etamiz. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent va chegaralarga kirib chiqish xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlislar va kanalimiz tomoshabinlari. Bugun men sizlarga O'zbekistondagi maishiy texnikalarning narxlarini chiqardim va bitovoy texnikalar, bu televizor, xolodilnik va gaz elektropechlar va konditsionerlarning narxi. Albatta buni ko'rib boshqalarga klass bosib tarqating va albatta biz videoni ko'rishda davom eting. Ya. Anaqasi bor o'ziga. Mayli, sumchasi tushadi. Qaytib yana yaqinaydan ishlayveradi. Ha, xullas buni ochib qo'yib eritish kerak deyapti menga. Yo'q, eritilmaydi. 2300 o'zim yana undan bizga eritilmaydi uyga. Shuni ishlayveradi. 250 ming farqiga qarang. Mana kichkinasi. Bir razmer kichkina. Ana u yaxshi qarang, 400 ming farqi yana o'tiribdi kattasi. 2280 ming arzon. Ha, bu bitta eshikli bo'lib qolgan o'zi. Yana eljini olgan. Qaysini? O'z bilan hammasini olib borib ko'rsataman dedi-ku. Bilinmaydi ko'z bor rasmi. Shi. Mana ko'rinib turibdi. Aytmaga bu. Mana qara, dizayn. U onasini. Bu anavda Jamshid aka. Samolyot bilan keling, Jamshid. Ha, 21 mingga samolyotga bilet oldim. 3520 ming. 21 ming qancha endi dollarga? 300 necha dollarmi? Ha, 300 dan ziyodda. 300 dan ziyod. Fresh zone yo'q aytmagan nafas. LG chapimi? Satgan 2000 ga. O'ylab o'ldirdim seni, metal ekan. Metalkanimi? Biza oq nima qo'ymoqchilikda mebel. 2420 ming, 2300 bir yusa. Mikrovalobgacha 350 mingga qimmat edi-ku. Zo'gan pasroq. Mana qo'ldik 700 ming so'm. Lekin bu zo'rkan Jamshid aka? Ko'rinishdan zo'rkan. Mebeling oq bo'lsa, shu oqning ichiga bas. 50 ligimi bu? Ha, 50 ekan. 3 million 950 ming. 9 dolar. 2200, 2400.